Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan EKGdagi segmentlar, intervallar, tishchalarni hosil bo'lishlari haqida to'liq gaplashib o'tamiz, xudo xolasa. Dastlab ungacha elektr o'qi yo'q, impuls o'tkazuvchanlik ketma-ketlik haqida gaplashib olishimiz kerak bo'ladi. Dastlab bizga kerak bo'ladi sinatral tugun. Sinatral tugun yuqori kovak venaning asosida joylashgan holatda bo'ladi, o'ng bo'lmachada. O'zi struktura mana bunaqa uzunchoqroq strukturaga ega bo'ladi sinatral tugun, lekin kitoblarda rasmlar ko'proq yumaloq beriladi, osonroq tushunish uchun bo'lsa kerak menimcha. Va sinatral tugun avtomatik ravishda o'zidan impulslar hosil qiladi, u esa keyin esa bo'lmachalarga u impulslar tarqaladi. Kitoblarda aytiladiki, Venkebax, Torrell, Baxman yo'llari orqali impulslar aynan bo'lmachalarga tarqaladi, sinatral tugundan chiqqan impulslar deyiladi, lekin aslida unday emas. Buni elektrofiziologlar tomonidan yaxshilab o'rganib chiqilganda bu Baxman, Venkebax, Torrell yo'llari deyarli mavjud emas deb qaraladi aslida. Ya'ni ixtilofli narsa o'zi bu. Unga ahamiyat bermaymiz. Demak, sinatral tugundan keyin bo'lmacha qo'zg'aladi, bo'lmachadan keyin esa AV tugunga yetib keladi. AV tugunda 0,1 sekund zadержка bo'ladi, ya'ni ushlab qolinadi impulslar. Nimani hisobiga desak, AV tugundagi neksoslarning kamligi, AV tugun atrofidan fibroz to'qima bilan qoplanganligi sababli impulslar 0,1 sekund ushlab qolinadi. Va ushlab qolinganligining foydasi bizga bo'lmacha va qorinchalarni alohida birin-ketin qisqarishga olib keladi. Agar shu 0,1 sekund AV tugun ushlab qolmaganda edi, bo'lmacha va qorinchalar bir vaqtda qisqarishiga to'g'ri kelib qolgan bo'lar edi. AV tugundan so'ng GIS tutamiga o'tiladi. AV tugun bo'lmachada joylashgan bo'ladi. Keyin GIS tutamiga o'tadi. GIS tutami esa ikkiga bo'linadi, o'ng va chapga. Chap GIS tutami keyin oldingi va orqa shoxlarga bo'linadi. O'ng GIS tutami esa o'ng tomonda asosan ta'minlaydi va bular aylanib oxiri Purkinye tolalari bilan tugaydi. Purkinye tolalari esa demak barcha muskullarga impulslarni demak to'liq tarqatib yuboradi. Bu qisqagina oddiy qilib aytganimizdagi o'tkazuv yo'li edi. Endi bu nima uchun kerak bo'lishi haqida gaplashamiz. Biz EKGmizda tishchalar bor. O'rtacha 5 ta tishchamiz bor bizda. 5 ta tishchamiz bor. Bular P tishcha, Q, R, S, T tishchalar bor. Bular nimani anglatadi o'zi? P tishcha eng birinchi keladigan musbat holatdagi P tishcha hisoblanadi. Musbat holatda keladi barcha tarmoqlarda V1 dan tashqari. V1 tarmog'imizda P tishchamiz demak mana bu holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni musbat va manfiy holatda P tishcha kelishi mumkin. Qolgan barcha holatlarda P tishchamiz demak musbat keladi. P tishchamiz bo'lmachalar qo'zg'alishini ifodalab beradi bizga. Mana bu ko'tarilib tushgan vaqtda bo'lmachalar qo'zg'aladi. Shuning uchun ham bo'lmachadagi muammolarni doim biz P tishchaga qarab bilamiz. Bo'lmachadagi demak gipertrofiyani va hokazolarni barchasini mana shu P tishchani uzayib ketishi yoki baland bo'lib ketishiga qarab turib biz P tishchadan bo'lmachalarning holatini bilib olamiz. Keyingi tishchamiz bu Q tishcha hisoblanadi. Q tishcha manfiy tishcha hisoblanadi va bu doimo bor emas, ba'zida yo'q bo'lishi ham mumkin. Qaysidir tarmoqlarda va qaysidir tarmoqlar chuqurroq bo'lishi ham mumkin. Q tishcha normada demak R tishchaning 4dan 1ga teng bo'lishi kerak. Normada, ya'ni Q tishcha kichikroq bo'ladi, R tishcha balandroq bo'ladi. Noto'g'ri sizdan shunaqa 4dan 1ga teng bo'lishi kerak. Agar 4dan 1dan baland bo'lib ketsa, bu patologik Q tishcha deyiladi va bu nekroz bo'lgan zonani fibrozlanganligidan, ya'ni chandiqlanib qolganligidan darak beradi. Mana shu holatda, mana sariqda aytaylik, buni boshqa rangga olib o'taylik. Aytaylik mana bu rangda. Mana chizayotgan rangimda o'sha Q tishchamiz bu va mana bu ko'tarilayotgan tishchamiz bu R tishchamiz hisoblanadi. R tishcha. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Q tishcha juda ham kichik. Q tishcha qayerda ta'minlaydi impulslar bilan desak, Q tishchamiz qorincha aro to'siqni ta'minlaydi. Misol uchun mana bu yurak deb oladigan bo'lsak, impulslar tarqalib kelgan vaqtda mana bu yerni ta'minlaydi. Qorinchalar aro to'siqni impulslar bilan ta'minlaydi. Va impulslar yo'nalishi mana bu yo'nalishda normal bo'lganligi uchun ozgina orqaga impulslar qaytgandek bo'ladi. Shuning uchun manfiy holatda paydo bo'ladi. Endi ba'zi bir tarmoqlarda bo'lmasligi ham mumkin. U muammo emas. Bo'lmasligi muammo emas. Q tishcha lekin chuqurlashib ketishi muammo. Keyin keladigan tishchamiz bu R tishcha hisoblanadi. Tepaga qaragan musbat tishcha hamma tarmoqlarda va bu tishcha rosa ham elektr o'qi yo'nalishi ham to'g'ri kelganligi, ya'ni mana bu yerlarning impulslarini qo'zg'atganligi uchun u musbat holatda paydo bo'ladi. Uning ham balandligi buncha bo'lsin yoki pastligi buncha bo'lsin degan narsa yo'q.
Keyin keladigan tishchamiz bu S tishcha hisoblanadi. S tishcha manfiy holatda keladi. Nimaga desak, u ko'proq bazal qismlarni, ya'ni mana bu yer bazal qism, mana bu yer ham bazal qismlarning impulslarini ta'minlaydi va bu elektr o'qi mana bu yerga qarab normal yurish kerak edi. Bu ham orqaga qarab demak impulslar tarqalishiga, ya'ni qo'zg'alishiga sabab bo'lganligi uchun, ya'ni bazal qism orqaroqda bo'lganligi uchun manfiy elektr o'qiga qarama-qarshi yuradi, normal vektorga qarama-qarshi yuradi va shuning uchun bu ham manfiy holatda paydo bo'ladi tishchamiz. Buning ham bir raqamlar bilan ifodasi yo'q. Keyingi tishchamiz bu T tishcha. T tishcha hisoblanadi. T tishchamiz bu hujayralarni repolarizatsiya bo'lganligini izohlab beradi. T tishchamiz musbat bo'ladi. Uning ham raqamlarda ifodasi yo'q, lekin T tishchamiz yassillashgan, manfiylashgan, o'tkirlashgan bo'lishi mumkin. Misol uchun o'tkir koronar sindromining juda ham erta vaqtlarida T tishcha o'tkirlashib ketib qoladi, gipoksiyada o'tkirlashib ketib qoladi yoki giperkalemiya bo'lsa o'tkirlashib ketib qoladi yoki ishemiya bo'lsa manfiylashib qoladi T tishcha morfologiyasiga qarab ko'p narsani hal qilamiz. Va ular haqida biz gaplashamiz. Demak, tishchalar hosil bo'lishi mana shular. Endi undan tashqari bizda segmentlar va intervallar bor. Segment va intervallar bor. Juda ham qiziq narsa bu. Segment deganimiz, misol uchun mana bu yerda PR segmenti bor. PQ yoki PR segment. P tishchani tugashidan R tishchani yoki Q tishchani qaytaraman, R yoki Q. Chunki nimaga unaqa deyapmiz? Q yo'q joylar borda. PQ segment deb aytib qo'ysam sizlarga, qarasalar Q tishcha yo'q bo'lsa endi nima qilaman deb o'ylaymizlar. PR da hisoblayverasizlar. PR da hisoblayverasizlar. PR segment bor, bu P tishchani tugashidan yoki R tishchani yoki Q tishchani boshlanishigacha bo'lgan vaqti bu ko'proq AV tugundagi 0,1 sekundlik pauzaga to'g'ri keladi. Va bu oddiy chiziq bo'lgani uchun bu yerda hech qanaqa qo'zg'alish yo'q degani. Ko'ryapsizmi? Oddiy izoliniya xolos bu. Bu yerda hech qanaqa tishcha hosil bo'lmayapti, bu qo'zg'alish yo'q bu yerda degani. Jim turib impulslar hech qayerga tarqalgani yo'q degani. Keyingisi ST segment. Juda ham muhim, ko'pchilik biladi. S tishchani tugashidan T tishchani boshlanishigacha bo'lgan izoliniya bu ham, bu yerda hech qanaqa impulslar peredacha bo'lmaydi. Ya'ni bu qorincha qo'zg'alib bo'lgandan keyin to repolarizatsiya bo'lgungacha bo'lgan vaqtda ST segment deyiladi. Misol uchun osonroq tushuntirishim uchun qorincha qisqardi va bo'shash kungacha bo'lgan vaqtda, hali bo'shashgani yo'q, bo'shash kungacha bo'lgan vaqtda ST segment ifodalaydi desak ham bo'laveradi. Ya'ni osonroq tushunish uchun. Albatta ham elektr impulslar tarqalishi bo'lmaydi hech qanaqa. Shuning uchun oddiy bitta chiziqcha paydo bo'ladi, xolos ST segmenti. ST segment ko'tarilishi bu ST segment elevatsiyali miokard infarkti, ST segmentning tushishi bu ST segment depressiyali miokard infarkti deymizmi, shunaqa desak ham bo'laveradi. ST segmentning ko'tarilishi va tushishiga qarab ham ko'p narsalar hal qilsak bo'ladi. Endi ikkita segment bor bizda, endi intervallar bor. Intervallar bor. Birinchi intervalimiz PR interval. PR interval, ya'ni hozirgidaqa. Endi faqat interval bo'lgani uchun bu P tishchani boshlanishidan R tishchani boshlanishigacha bo'lgan vaqt hisobga oladi. PR intervali. PR intervali yoki PQ intervali uzayib ketib qolsa bu AV blokada birinchi daraja. AV blokada birinchi daraja. Mana bu yerga yozib qo'yaman. AV bir blok va bu qisqarib ketsa Wolff-Parkinson-White sindromi deb ataladi. PR intervali. Keyingi intervalimiz QT intervali. Bu Q tishchaning boshlanishidan T tishchani tugashigacha bo'lgan vaqtni QT intervali deb ataymiz. Qarang, farq bo'lyapti. QT intervalida Q boshlanishidan T tugashigacha bo'lgan vaqt, lekin mana bu PR intervalida esa P tishchani boshlanishidan R tishchani boshlanishigacha bo'lgan vaqt. Ya'ni ikkovida har xil bo'lib qolyapti. Bittasi tishchani boshlanishidan keyingi tishchani boshlanishigacha, ikkinchisida bo'lsa QT intervalida bitta tishchani demak boshlanishidan ikkinchi tishchani tugashigacha bo'lgan vaqt. Nimaga degan bir savol kelib qoladi bunaqa vaqtda. Nimaga bittasi bunaqa, bittasi bunaqa? Bu yerda biz qisqarishlarni hisob qo'yganmiz. Aytaylik, PR intervalda biz bo'lmachalarni qisqarib, AV tugundagi zadержкаni olamiz. Qorinchani olmaymiz. Shuning uchun PR interval. QT intervalda biz уже qorinchani qo'zg'alish boshlaganida qorinchani bo'shash kungacha vaqt olamiz. Ya'ni QT interval qorincha, to'liq qorincha, PR interval bo'lmacha va AV tugun to'liq. Ikkovi bir-biridan alohida turadi. Demak, QT intervalimiz o'sha qorincha qisqarishdan to bo'shash kungacha bo'lgan vaqtda QT interval hisoblab beradi. QT tishdan boshlashdan T tishga tugagungacha bo'lgan vaqt. Endi ozroq tez gapirayotgan bo'lishim mumkin. Bunga xafa bo'lmaysizlar. QT intervalni uzayib ketsa, long QT degan sindrom bor. Long QT degan sindrom bor. Ko'proq uchraydi bolachalarda tug'ma shaklda har xil taxikardiyalarga sabab bo'ladi bu. Misol uchun qorinchalar taxikardiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni jiddiy kasallik long QT. Yoki bo'lishi mumkin kardarondan zaharlanishda ham, kardaron ko'p miqdorda ichib yurgan paytda ham
quota interval uzayib qoladi. Amitriptildan zaharlansa ham quota interval uzayib qoladi va hokazo. Endi bular normalari bor, normalarni aytib o'tishim kerak bo'ladi. Normalari paytcha. O'zi qaytarish uchun mana bu tishchalar kichik sanab o'taman, aytib o'taman. Kichik katakchalarni uzunligi 0.04 bo'ladi normada. 0.04 sekund. Balandligi 1 mm bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Paytishchaga to'xtaladigan bo'lsak, paytishchamiz uzunligi qayerga yozsam bo'ladi? Mana bu yerga yozay. Paytishcha uzunligi 0.06 dan 0.12 gacha. Bu degani 1,5 ta katakdan 3 ta katakgacha bo'ladi uzunligi. Balandligi 1 mm dan 2,5 mm gacha bo'ladi. 2,5 mm dan baland bo'lib ketishi bu o'ng bo'lmacha gipertrofiyasidan darak beradi. Okay? Bu raqamlarni esdan chiqarmaslik kerak. Endi keyingi narsa bu PR segment. PR segment. Mana bu yer. Bu o'rtacha 0.1 bo'ladi yoki 0.1 gacha bo'ladi. PR segment. Keyingisi PR interval. Mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan emas. Mana bu yer. PR interval. Bu 0.12 dan 0.2 gacha bo'ladi. Ya'ni PR segment va paytishchani ichiga oladi. Keyingisi bu QRS. Mana bu. Q ni ichiga oladi, R ni ichiga oladi, S ni oladi. QRS bu qorinchalarning qo'zg'alishi. QRS 0.08 dan 0.12 gacha bo'lgan vaqtni oladi. QRS ning kengayib ketishi, 0.12 dan katta bo'lib ketishi QRS ning bu blokadalardan darak beradi ko'pincha. Qorinchalar cho'tkizuvchanlikning buzilishidan darak beradi QRS. Keyingi narsamiz bu bizda ST segmentining raqamli ifodalari mavjud emas. Quota intervalniki bor lekin. Quota intervali normada 0.36 dan 0.44 gacha bo'ladi. Normada bu degani 9 ta 10 ta kichik katakcha bo'lsa, quota interval normada bo'laveradi. Shunday gaplar hozircha. Bugungi darsimiz shu. Ya'ni tishchalar qanday hosil bo'ladi, tishchalar qayerlarga javob beradi va tishchalarning hajm, tezligi va balandligi qancha bo'ladi, shu haqida edi darslar. Qolganlarini o'sha darslar davomida aytib o'tib ketamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.